Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ba'd. Allah subhanahu wa ta'aladan madad so'rab biz sahobalar hayotini o'rganishda davom etamiz. Bugun o'rganadiganimiz Xolid ibn Valid roziyallohu anhu. Bu kishi Xolid ibn Valid ibn Mughira al-Makhzumi, ya'ni Bani Makhzumdan Valid ibn Mughirani o'g'illari. Islom lashkar boshchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishini Allohni yalang'ochlangan qilichi deb, ya'ni chiqarilgan dushmanlarga qarata chiqarilgan qilichi deb laqablaganlar. Fors shaharlarida, Rum shaharlarida, Shom shaharlarida jihad qilganlar. Ya'ni o'sha joyda ham amir bo'lib, ham askar bo'lib urushganlar va Himsda dafn etilgan. O'sha yerda vafot etib, Himsda dafn etilgan ekanlar. Xolid ibn Validda o'zi unib o'sish davrlari, u kishi 592 milodiy yilda Makkada tug'ilganlar. Ya'ni bu degani Rasulullohdan 21 yosh kichik bo'ladi degani. Rasulullohdan. Xo'p. Otalari Valid ibn Mughira bo'lgan otasi. Valid ibn Mughira bu kofirlarni kattasi bo'lgan. Bu Bani Makhzum qabilasini sayyidi bo'lgan. Qurayshning sayyidlaridan, katta peshvolardan bo'lgan, juda ham puli ko'p, nasl nasablik, juda martabali odam bo'lgan ekan. Hatto shu darajada bo'lgan ekanki, odamlarga haj mavsumlarida o'zini olovidan boshqa olov yoqishga qo'ymas ekan. Ya'ni ovqat faqat menikida pishadi, kim yesa menikida yesin der ekan. Shu darajada katta boy va katta qo'liq ochiq odam bo'lgan. Ukkoz bozorlarida ham borib turib ovqat pishirar ekanda, faqat olov meniki yonadi ekan. Kim ovqat yemoqchi bo'lsa, kelib biznikidan yeydi der ekan. Ya'ni bu uni sayyidligiga dalolat qiladi. Va yana bitta nimasi, Quraysh uni Rayhonati Quraysh deb laqablagan ekan. Qurayshning Rayhonasi deb. Sababi bir yili bir o'zi Ka'bani satr qilib, Ka'ba bo'sh yopsa, nariki yili butun Quraysh yig'ilib, pul yig'ib satr qilar ekan. Ya'ni bir yili bir o'zi qilar ekan, nariki yili Quraysh qilar ekan. Ana shunday katta bir martabada yurgan odam bo'lgan bu. Valid ibn Mughira, ya'ni bu kofir bo'lgan. Rasululloh bilan gaplashganda ozroq qolgan iymon kelishiga. Lekin Alloh taolo hidoyatlamagan. Nima uchun Alloh biladi buni? Aytganimiz kabi innalloha la yahdi man huwa kazibun kafar. Ana oyatda o'qidik, Alloh taolo kozib, yolg'onchi, kofir, nonko'r odamni Alloh hidoyatlamaydi degan. Bu o'sha mansabiga toza kerilgan, o'zini puliga kerilgan odamlardan bo'lgan. 6 ta farzandi bo'lgan ekan, shulardan biri Xolid ibn Valid bo'lgan. Xo'p. Xolid ibn Validda o'sha 6 ta aka-uka bo'lgan ekanda, 2 ta singlisi bor ekan Xolid ibn Validda. Xolid ibn Valid o'sha yoshligidan juda ham urush nimalariga qiziqqan, pahlavon, zabardast yigit bo'lgan ekan. Qilich o'ynatganda shu 2 ta qo'li bilan bir xil ishlatar ekan qilichni. Qurayshda 2 ta odam bor ekan. Bittasi Zubayr ibn Avom, bittasi shu kishi bo'lgan ekan. 2 ta qilichni qo'lida bir xil o'ynatar ekan. Shuning uchun urush maydonlarida buni oldida hech kim oldiga chiqa olmagan. Masalan Zubayr ibn Avom Rum bilan urushganda 250 minglik askarni narigi tomoniga o'tib ketgan. O'sha Rum odamlari, ana uzun odamdan bahor bo'yinglar, ichlaringga kirib ketadi deb ogohlantirar ekan Zubayr ibn Avomni. O'sha ichiga kirib ketadigan, u safdan chiqib urushda oldin urushganda bayroq bo'lgan. Bayroqning atrofida to'dalanib birga kelib urushganda odamlar. Bittasi ursa, bu yoqdagilar ham urib, mana shunday oldinga qarab yurgan. Ammo o'ziga ishongan odamlar bir o'zi borib kirib ketgan. Borib kirib narigi tomoniga borib qarasa, bir ayol bolasi emizib o'tirgan bo'lgan. Shunchalik oxiriga o'tib ketgan. Keyin bu tomoniga qaytib chiqqan. Endi qancha odamni o'ldiradi, qancha jarohatlaydi o'zingiz biling endi. Nihoyatda pahlavon 250 minglik askarni yorib narigi tomoniga o'tib borib kelishdi o'zi katta narsa bu. Bitta yelkasiga qilich tushgan ekan, bitta joyga. O'sha Badrda tushgan jarohati bo'lgan, xuddi barmoq kiradigan joyda teshilib qolgan ekan o'sha yelkasilar. Bu Zubayr ibn Avom. Xolid ibn Valid mana shunaqa odam bo'lgan ekan. Ya'ni 2 ta qilichni bitta qo'l bir xil ishlatadigan, keyin otda 2 ta oyoqda ot ustida turib yuradigan kishi bo'lgan. Nihoyatda chavandoz bo'lgan, ya'ni otda yaxshi yuradigan, qilichni yaxshi o'ynatadigan odam bo'lgan. Haqiqatda tarixi bu kishini qilgan ishlarini ko'rsatadi. Hatto mubolag'ami yo'qmi bilmayman, lekin siyrat nimalari aytadiki, Xolid ibn Valid hech qachon mag'lub bo'lmagan ekan. Islomda ham jaholat paytida ham.
Johillik paytida, ya'ni musulmonlarga qarshi urushganda u Badrga qatnashmagan. Badr urushi bo'lgan paytda Xolid Shomga ketgan bo'lgan. Kofir bo'lgan, qatnasha olmagan. Uhudda kelgan. Uhudda qatnashib shu Xolid sababli g'olib bo'lgan ular. U otliq askarlar bilan panada pisinib turgan. Keyin Rasululloh 50 ta kamonchini qo'yganlaridan keyin kamonchilar tushib ketgan, urush tugadi deb. Xolid ibn Valid keyin orqa tarafidan otliqlar bilan kelib, hali 4-5 ta qolgan kamonchilarni o'ldirib, o'tib musulmonlarning orqasidan katta zarba bergan. Nihoyatda katta yo'qotish bo'lgan o'shanda. Ya'ni shu aytiladida Xolid ibn Validning shunchalik jasoratidan hech qachon qo'rqmagan ekan. Bir qishloqqa borganda bu qishloqda ahli juda makkor, sizga zahar berishi mumkin, ehtiyot bo'ling deb ogohlantirganda, "Opki zaharini" deb bismillah deb ichib yuborgan ekan. Ta'sir qilmagan deyiladi. Yani shuncha tavakkul kuchli, bilmadim endi buni haqiqati qanchalik. Bu narsalar endi ozroq tavjih, ya'ni gapni to'g'rilashga muhtoj bo'ladi. Agar haqiqatan bo'lgan bo'lsa ham, bu mumkinmi shunday bo'lishi desa, mumkin. Allohga tavakkul kuchli bo'lsa, odamda Alloh taolo o'shanga yarasha sabablarni beradi, immunitetni beradi. Nihoyatda ishonch qattiq bo'lgandan keyin insonda immunitet qattiq bo'ladi. Hozir immunitet ham o'zi iymoningda tutdan chiqqan deydi-ku. Xandaq g'azotida kelgan ular, Xandaq g'azotida kofirlar bilan birga kelgan unda. O'shanda musulmonlar Madinaning atrofiga xandaq qozgan. U xandaqni eni ot sakrab o'tolmaydigan darajada bo'lgan. Chuqurligi kirib chiqolmaydigan bo'lgan. Shunchalik katta. Endi ot sakrab o'tolmasligi uchun kamida bir 5 metr, 6 metr eni bo'ladi, chuqurligi bir 3 metr bo'ladi kamida. Madinaning toshloq nimasida shunchalik xandaq qozilgan. İnşallah Xandaqda o'zini bir alohida bir dars qilamiz. Xandaq g'azoti haqida olinadigan darslar juda ham ko'p. O'shanda Xolid ibn Valid otliq askarlar bilan kelib, o'sha yerda ya'ni kofirlar tarafida turgan odamlardan bo'lgan. Undan keyin Xandaqdan qaytgandan keyin ham o'sha nimalarda Makka nimalarini orqa tarafida kofirlarning eng orqasida otliq bo'lib turib himoya qilib turganlardan bo'lgan ekan. U kishi juda aql bilan, farosat bilan mashhur bo'lgan odam bo'lgan. Ya'ni u johiliyat paytida ham xuddi Amr ibn Os kabi. Amr ibn Os ham xuddi shunday dohiy odam bo'lganda, buni sherigi bo'lgan o'zi. Amr ibn Os nihoyatda dohiy odam bo'lgan, ikkovi birga islomga kirgan o'zi. Amr ibn Os bilan birga. Bu kishi ham shunaqa, islomga kiraman deb juda ko'p nima qilgan ekan. Intilgan, bir kirsammi, kirmasammi deb Makka fathidan 6 oy oldin islomga kirgan ekan. Ya'ni Mu'ta g'azotidan 2 oy oldin bo'ladi. Makka fathidan 6 oy oldin. Bu kishining islomi o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hudaybiyada ahd tuzib, kofirlar bilan ahd tuzib, keyin umra qilmay qaytib ketadilar. Hudaybiya. Buni biz Hudaybiya voqeasini to'liq aytib bergan edik. Undan keyin bu yiliga Umratul Qado uchun Rasululloh umra qilish uchun keladilar. Bu yiliga. Umra qilgani kelganda buni ukasi Valid ibn Valid, Xolid ibn Validning ukasi Valid ibn Valid islomga kirar ekan. Musulmon bo'ladi. Keyin Rasululloh Xolid qani der ekan. Xolid qani deganda Alloh xohlasa kelib qolar u ham degan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanki, Xolidday odam islomni bilmay yurishi qiziq degan ekan. Ya'ni shunday aqlli odam islomni tushunmay yurishi, musulmonga bergan zarbasini shu mushriklarga berganda edi qanchalik yaxshi bo'lardi o'zi uchun va biz uni boshqalarning ustida ustun qilib qo'yardik deganlar. Shunda o'sha bu gaplarni eshitib Valid Xolid haqidagi Rasulullohning bu iliq gaplarini eshitib chiqib izlagan ekan Xolidni. Topolmaganda keyin xat yozgan ekanki, Bismillahirrohmanirrohim, amma ba'd, men islomdan seni aqling chalkashib ketganchalik hech bir ajib narsani ko'rmadim degan. Islomday narsa ham birorta odam bilmay yurishi mumkinmi degan. Islomday narsani men Rasulullohdan seni haqingda so'radim. Rasululloh aytdilar, Xolid qayerda dedilar. Va dedilar, keyin Xolid haqida Rasulullohning gaplarini aytdi. Ya'ni Xolidday aql islomni bilmay yurishi juda ham qiziq narsa bu. Islomga agar xizmat qilganda edi, shu mushriklar tomonidan turib qilgandan ko'ra bu qanchalik o'ziga foydali bo'lardi degan gaplarni bu gaplarni eshitgandan keyin Xolid xursand bo'lib ketgan. Xatni o'qib, ukasini keyin islomga kirish uchun bu odam Madinaga qarab yo'lga chiqar ekan. Makkadan Madinaga qarab o'ziga sherik izlaganda Usmon ibn Talha bu ham musulmon bo'lmoqchi bo'lgan kishilardan bo'lgan, fikrdosh bo'lgan. Yur Madinaga boramiz deb ikkosi yo'lga chiqib yashirinib ketgan.
odam ko'rib qolmasin deb shu ketishda keyin yo'lda Amr ibn Osni uchratib qolganda qayerga ketyapsizlar u jinnilar degan ekan. Shunda shu biz mana shunaqa islomga kirmoqchimiz deb xabar berganda bo'ldi men ham islom kiraman deb uchalasi borib Rasulullohga bayat bergan. Usmon ibn Talha, Amr ibn Os va Xolid ibn Valid. Inshaalloh Amr ibn Osni keyingi nimamizda o'rinda o'qiymiz. U kishi ham xuddi shunday sarkardalardan, katta dohiylardan ular ham. Amr ibn Os ham. Rasululloh juda xursand bo'lgan ekanlar. Ya'ni bularning islomini ko'rib Makkani haqiqiy sarkardalari keldi sizlarning oldinlaringga deb Allohga hamd aytib kutib olganlar. Ya'ni Rasulullohning xulqlari shuncha sen musulmonlarni urib, o'ldirib, endi islomga kirasanmi endi demaganlar hech kimga. Kim agar islomga kirib tavba qilib kelsa marhabo deb kutib olganlar. Ya'ni bu narsa musulmon odamda o'zi manhaji shunaqa bo'lishi kerak. Odamlarni islomga kirishga qiziqishimiz kerak, do'zaxga kirib ketib qolishiga emas. Ya'ni odam xuddiki jannat bir tor joyki, masalan, siz bilan men kirsak boshqaga joy qolmaydigan yoki boshqalar kirsa bizga joy qolmaydiganday o'ylamaslik kerak. Jannat keng, hammaga yetadi. Hatto hamma kirib bo'lgandan keyin ham joy ortib qoladi. Alloh taolo yangi bir qavmni yaratib jannatga kirgizib yuboradi deyilgan. Shunchalik Allohning fazli bu. Rasululloh unga aytgan ekanlar, seni hidoyatlagan Allohga hamd bo'lsin. Men seni shunday bir aqling borligini ko'rardim. Seni faqat yaxshilikka yetalab kelishini umid qilardim degan. Ya'ni Xolid ibn Validga aytgan. Demak, bu kishi o'zi juda mashhur bir farosatli, aqlli kishi bo'lgan. Ham jasorati bilan birgalikda shu bilan birga juda ham farosatli, aqlli odam bo'lgan ekan. Ey Allohim, Xolid ibn Validni hamma qilgan ishlarini, o'zingning yo'lingdan to'sqinchilik qilgan ishlarini o'zing mag'firat qilgin deb Rasululloh duo qilgan ekanlar islomga kirgandan keyin. Xolid ibn Valid eng birinchi g'azoti Mu'ta g'azotiga chiqqanlar. Mu'ta g'azoti bu Rum bilan bo'lgan urush. Bunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 ta odamni tayinlab qo'yganlar. Birinchisi Zayd ibn Horisa, musulmonlarning amiri bo'lgan. Musulmonlar soni 3000 atrofida bo'lgan ekan. Kofirlar 250 mingta bo'lgan. Shunchalik katta farq bo'lgan. Ular Rum tarafida, yana bo'lib ham juda katta tayyorgarlik bilan chiqqan, ular imperiyaning askarlari bo'lgan. Tishi tirnog'igacha temir bilan qoplangan odamlar bo'lgan. Bular bo'lsa musulmonlar hammaga ma'lum ularning ahvoli. O'shanda Zayd ibn Horisani amr qilgan ekanlar, agar Zayd ibn Horisaga bir kor hol bo'lsa, keyin Ja'far ibn Abi Talib bo'ladi. Agar u ham shahid bo'lsa, Abdulloh ibn Ravoha bo'ladi deganlar Rasululloh. Rasululloh aytganlaridek Zayd shahid bo'lgan, undan keyin Ja'far, undan keyin Abdulloh ibn Ravoha ham shahid bo'lgandan keyin bayroqni Sobit ibn Arqam olar ekan. Sobit ibn Arqam bayroqni olib kelib Xolid ibn Validga berar ekanda, bayroqni oling deganda, yo'q, men buni sizdan ko'ra haqli emasman degan. Islomga birinchi qatnashib kelganligingiz, yoshingiz kattaligi bor va Badrga qatnashgansiz, siz haqlisiz der ekan. Shunda Sobit ibn Arqam aytar ekanki, Allohga qasamki, buni siz olishingiz uchun oldim men buni degan. Olasiz deb berganda-ki, musulmonlarga qarab, Xolidga rozimizmi deganda, hamma bir ovozdan rozimiz degan. Va bu narsani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinada o'tirgan joylarida xabarini berib turganlar. Bo'lmasa 1 oylik masofa. Zayd ibn Horisa shahid bo'ldi deganlar. Undan keyin bayroqni Ja'far oldi, Ja'far shahid bo'ldi. Keyin Abdulloh ibn Ravoha oldi, u shahid bo'ldi. Keyin bayroqni Allohning qilichlaridan bir qilich oldi deganlar. O'sha yerda Rasululloh mana shu laqabni qo'yganlar. Allohning qilichlaridan bir qilich oldi va uni qo'liga ko'ra Alloh taolo musulmonlarga najot berdi degan. Keyin Xolid o'sha nimalarni, musulmonlar tartiblarini o'zgartirib, juda ham taktikalik, haligi urush nimalarini biladigan odam bo'lgan. Mana shu bilan haligi 3000 kishilik odamni 250 minglik odamdan shunday ajratib ketgan, mag'lub bo'lmagan. Ya'ni ular ham chekinib ketgan, musulmonlar ham chekinib qolgan, shu bilan qaytib kelganda Madina ahli mag'lub bo'lib keldinglarmi, qochib keldinglarmi deganda Rasululloh yo'q, bular qaytib borish uchun asl jamoasini oldiga keldi, men o'sha jamoa rahbariman deganlar. Ya'ni meni oldimga keldi, hali yana qaytib boradi deganlar. Haqiqatda ham Mu'ta g'azotidan keyingi borishlarda o'zi Rum fath bo'ldi, Fors fath bo'ldi. Mana bu fathlarda Xolid ibn Validda juda ham katta o'rni bo'lgan ekan. Abu Bakr Siddiq xalifa bo'lganlaridan keyin, Rasulullohning vafotlaridan keyin Xolidni amir qilib qo'ygan. Bu kishi butun Iroq shaharlarini, o'sha atroflarni deyarli hammasini fath qilib chiqqan ekan. Undan keyin Rumga qaratib kelgan. Ya'ni u Forsda imperiyasi yiqilmagan. Ya'ni shaharma-shahar fathlar bo'lavergan.
keyin Rumga kelgan paytda, Rumda urushib turgan paytida keyin Abu Bakr Siddiq vafot etib, o'rniga Umar ibn Xattob bo'lgan va Umarning birinchi ishi Xolid ibn Validni bo'shatib, o'rniga Abu Ubayda ibn Jarrohni musulmonlarga amir qilib xat yozganlar. Urush nihoyatda qizib turgan paytda xat kelgan. O'shanda xat kelganda urushda musulmonlarni nimasi himmati o'lib qolmasligi uchun buni aytmay turgan ekan. Ba'zilar Xolid ibn Validni o'zi chiqarmay turgan deydi, ba'zilar Abu Ubaydani o'zi chiqarmay turgan deydi. Urush tugagandan keyin rozi bo'ling, Rasululloh bizni xalifa mana shu buyruqni bergan edi, lekin musulmonlarda himmati o'lmasin deb chiqarmay turdi degan. Shu Fors bilan urushganda bir qal'aga ular kirib olganda tepadan turib otib atrofiga katta hovuzlar qozib qo'ygan ekan. Hovuzga suvlar to'ldirib qo'ygan o'tilmasligi uchun. Shunda bir 1000 ta otuvchini olib kelib Xolid ibn Valid tinmasdan o'q otib turishga buyurib, arriq tuyalarni olib kelib so'ydirib, tuyadan ko'prik qildirgan ekan suv ustiga. O'shani ustidan yurib o'tib ketib, o'zi ham boshchiligida. Orqasidan bir qancha o'sha kiruvchi katta zabardast yigitlar bilan birga kirib ketib, o'sha qal'ani fath qilgan. Mana shunaqangi bitta urushda 3000 lab musulmonlar shahid bo'lib ketgan paytlar bo'lgan ekan. Bu kishi murtadlar bilan bo'lgan urushda nihoyatda katta zabardastlik ko'rsatgan. Murtadlar nimada Banu Hanifa Rasululloh o'limidan keyin Banu Hanifa murtad bo'lib ketgan, Musaylama ibn Kazzob boshchiligidagi. Uni askari juda ham katta ko'p bo'lgan, odami ko'p bo'lgan. Hadiqatul Maut degan bir bog'da bir kunda 20 mingtasini qatl qilgan ekan o'shalarni. Shuning uchun ham Hadiqatul Maut deb laqablanib qolgan o'sha o'lim bog'i deb. O'shanda Xolid ibn Validning o'rni juda ham katta bo'lgan murtadlarga qarshi. Haqiqatda ham bu kishi o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabi Allohning qilichi bo'lgan. Ya'ni undan keyin yana payg'ambarlik da'vo qilib chiqqan bir qancha odamlarga shunaqa jazosini bergan ekan bu kishi. Hozir aytganimizdek Fors shaharlari keyin Rum bilan Rum fathida juda katta o'rinlari bor ekan. Umar ibn Xattob ya'ni ba'zi rivoyatlarda Xolid ibn Validni nima uchun amirlikdan olgan deganda musulmonlar Xolidga suyanib qolmasin, Xolid bor joyda mag'lub bo'lmaymiz deb tushunib qolgan odamlar. Shu darajada. O'shanda g'alaba Allohdan ekanligini Umar ko'rsatish uchun Xolidni bo'shatgan. Lekin Xolid amirlikdan bo'shagandan keyin eng ibratga sazovor joyi men o'ylaymanki, amirlik paytida emas, ma'murlik paytida ko'ringan kishiniki. Amir bo'lib yurgan odam ma'mur bo'lgandan keyin oddiy askar bo'lgisi kelmaydi, lekin Xolid oddiy askar bo'lib yurishgan. Ya'ni bu narsa ko'rinadiki, haqiqiy Alloh uchun bo'lganligi. Agar odam Alloh uchun bo'layotgan bo'lsa, insonni amir bo'lib yurishi bilan ma'mur bo'lib yurishini hech farqi bo'lmasligi kerak. Qo'mondon bo'lsa urushadi, agar oddiy askar bo'lsa u bir narsani bahona qiladi-da, musulmonlar o'rtasiga tafriqa chiqarib, o'ziga ergashgan odamlarni o'ziga tortib olib, har xil narsalardan bahona chiqarib, bir ig'vo janjallarni chiqarib yuradigan odamlar bo'ladi. Bu narsa nimaga dalolat qiladiki, qalbida ixlos yo'qligiga. Qachonki qoid bo'lsa, boshliq bo'lsa rozi. Bu munofiqlik alomatiki, Alloh taolo aytgani kabi la in utu minha radu, agar berilsa rozi bo'ladi. Va in lam yutu minha idahum yasqatun. Agar berilmasa ular g'azab qiladigan odamlar. Lekin Xolid ibn Valid haqiqatda ham mana shunday kishi bo'lgan. Abu Bakr Siddiq u kishi haqida aytgan ekanlarki, vallohi la unsiyanna ruma wasawisa shaytoni bi Xolid ibn Valid. Allohga qasamki, men Rumga Xolid ibn Valid bilan shaytonning vasvasasini yo'qotaman Rumdan degan. Haqiqatda u kishini Abu Bakrni gumoni to'g'ri chiqqan. Xolid ibn Valid Allohning qilichi bo'lgan, ularga borib, ularni boshiga tushadigan haqiqiy Allohning qilichi bo'lgan. Bu kishi o'sha Dimashqni fath bo'lishida, Himisni fath bo'lishida, o'sha Shom diyorlarini fath bo'lishda juda katta o'rni bo'lgan ekan. Keyin Xolid ibn Validni bosh kiyimini ichida Rasulullohning soch tuklarini olib yurar ekan doim. Bu ham bir kishini bir xislatlaridan bo'lgan ekan. Hajda Rasulullohdan olgan ekan o'sha bosh tuklarni doim o'sha qalpog'ining ichiga qo'yib yurar ekan. Bu kishi 21-hijriy sanada Ramazon oyining 18-sida vafot etgan ekanlar. Shom diyorlarida, lekin to'shakda vafot etgan. Shu badanida sog' joyi qolmagan. Har bir badanini a'zosida yo qilich kesgan, yo kamon sanchilgan, yo nayza sanchilgan. Lekin Alloh taolo o'sha nasib qilmasa, urush maydonida o'lish nasib bo'lmas ekan.
Hatto nima qilishda o'sha to'shakda yotgan joylarida xafa bo'lib turib aytgan ekan, xuddi tuyadek o'lyapman deb. Meni birodarlarim hammasi shahid bo'lib ketdi. Agar meni Allohga bir yoqqan joyim bo'lganda edi, Alloh meni urush maydonlarida jonimni olardi deb juda xafa bo'lgan ekan. Lekin bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabi, agar kimki Allohdan shahodatni, haqiqiy shahodatni so'rasa, Alloh uni to'shakda yotgan joyida ham beradi degan. Umid qilamizki, biz u kishi o'shalardan bo'lgan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari to'shakda o'lganlar, Abu Bakr Siddiq to'shakda o'lganlar. Siddiq eng ulug' odamlar. Ya'ni bu kishi ham o'sha to'shakda o'lgan, lekin qiladigan ishni qilgan. Ya'ni haqiqiy qiladigan ishni qilgan ekan. Umar ibn Xattob u kishining vafotini eshitgan paytda aytgan ekanlar, Bani Mahzum ayollari Abu Sulaymonday odamga yig'lasa xafa bo'lsa arziydi deb qattiq qayg'uli gaplarda aytgan ekan. O'sha ayollar agar yig'lasa yolg'onchi bo'lmaydi. Abu Sulaymonday kishiga yig'lovchilar yig'lasin degan ekan. Ya'ni Abu Sulaymon bu Xolid ibn Validni kunyasi bo'lgan ekan. Alloh rozi bo'lsin bu kishini. Sahobalarni birini qarasangiz bir ilm bilan mashhur, Ubay ibn Ka'bga o'xshagan, Zayd ibn Sobitga o'xshagan, Ibn Abbos, Muaz ibn Jabal masalan, Anas ibn Malik. Birisini qarasangiz kuch-quvvat bilan islomga quvvat bergan, birisini qarasangiz mol dunyo bilan quvvat bergan. Hammasi ham xuddiki bir binoni qurishda ishlatilgan bir g'ishtlarda o'rnida bo'lgan. Hech qachon bir odam o'zi hech qanday ustun bo'la olmaydi. Musulmonlar birlashishi, musulmonlar bir jamoat bo'lishini bir misolini biz sahobalarni hayotida ko'ramiz. Agar amir bo'lib yurgan paytda ham Allohga to'at qilgan, ma'mur bo'lib yurgan paytda ham xuddi o'sha to'atini davom ettirib ketavergan. Yo'q, men kecha Abu Ubayda mening askarim edi, endi men uni askariga o'tib qolamanmi demaydi. Topshirdimi, bayroq topshirib o'zi pastda o'tiradi, nima deb amir buyruq bersa, o'sha buyruqni bajaradi. Mana shu bilan ular juda katta natijalarga erishgan. Alloh taolo rozi bo'lsin ulardan, hammamizni ham Firdavs jannatlarida sahobalar bilan birga qilsin inshaalloh. Allohumma amin. Va sallallohu ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Valhamdulillahi robbil alamin.